Kelajak robotlarnikimi? Biz olamshumul kashfiyotlar asrida yashayapmiz. Haydovchisiz o'ziyurar avtomobillar, og'zaki buyruq bilan yonib o'chuvchi texnika hayotimizga kirib keldi. Masalan, televizorga ovozingni balandlat desangiz, tovushni baralla yanglab ketadi. Xona sovutgichiga esa 22 darajali haroratda ishla desangiz bas, kerakli haroratda sovutishni boshlaydi. Stol va yumshoq mebel ostida emaklab gilamni tozalaydigan robot changyutgichga nima deysiz? Xullas, turmushimizda aqlli qurilmalar kundan kunga ko'payib bormoqda. Bu qurilmalar ichida eng mashhuri so'zsiz robotlardir. Yaponiyadagi ayrim zamonaviy mehmonxonalarda umuman odamlar ishlamas ekan. Barcha xizmatlar robotlarga ishonib topshirilgan emish. Robotlar mehmonxonalarni tozalaydi, mehmonlarni kutib oladi, jomadonlarni ko'tarib xonasiga kuzatib qo'yadi. Kerak bo'lsa, kiyimlarni ham dazmollab beradi. Bugungi kunda robotlar zavod va fabrikalarda, qishloq xo'jaligida, odamlarning uylarida, suv ostida, hatto fazoda ham turli yumushlarni bajarib kelmoqdalar. Robotlar asosan odamlar uchun qiyin bo'lgan ishlarni bajaradi. Olimlar kelajakda robotlar hammaning uyida xizmat qiladi deb ishonishadi, biroq bunga ko'pchilik odamlar qarshi. Robotlar odamlar orasiga kirib kelishi xavfli deydiganlar ham oz emas. Xo'sh, siz bunga qanday qaraysiz?